do'stlar, xudo xolasa mana bugun 2026-yil may oyining 22-kunida turibmiz. Bizga murojaat qilgan mijozlarimiz akamiz Xorazmdan, Zayd akam, Zoir akam Toshkent viloyatidan bular oilaviy topshirishgan. Keyin ham borlar, videoga olmadik. Xudo xolasa o'zingizlar ko'rib turgandek vizalarini qo'lga olishdi. Получили визу, hammamiz xursandmiz. O'zlari xursandchiliklarini biz bilan birgalikda bo'lishmoqdalar. Зайдака, что вы можете сказать? Я могу сказать, дорогие ребята, не стесняйтесь, обращайтесь. Вот Рахматулла, это шерзотский помощник. Он во многом тоже способствовал, помогал, бегал, можно сказать. Вот. Еще что я могу добавить? Я тоже поначалу сомневался очень, потому что много видел таких ситуаций, кто кого-то кидал, кого-то не кидал. Но вот ребята вот за свои слова отвечают, работают четко, помогают, делают. Обращайтесь в любое время, и все будет хорошо. Самое главное, от платежки не отказывайтесь. Платежку вовремя делайте, и все будет у вас вовремя, все будет четко. Обращайтесь вот к Рахматулла, он молодец. Xudo xolasa bu vizaga topshirish jarayonimizgacha bo'lgan videolarimiz bor. Albatta bularni ham qo'yib o'tamiz. Xudo xolasa kelinglar, o'zingizlarning ishinglarni ishonchli joylarda bitiringlar. Xudo xolasa aldovlardan asosan uzoqroq bo'linglar. Barchalar sog' bo'linglar, sihat salomatlik tilaymiz.